Vaksina olgandan keyin tana harorati ko'tarilishi bu xavfli holatmi? Vaksina olganda tana haroratining ko'tarilishi bu normal va kutilgan holat. Bu organizmning vaksinaga bo'lgan immun javobi natijasidir. Vaksina tarkibida haqiqiy virus yoki bakteriyaga o'xshash, ammo zarar yetkaza olmaydigan modda, masalan, o'ldirilgan yoki zaiflashtirilgan mikroorganizmlar yoki ularning qismlari bo'ladi. Tana bu moddalarga qarshi kurashishni o'rganadi va antitanalar ishlab chiqaradi. Bu jarayon vaqtida immun hujayralari faol bo'lib, isitmaga olib keluvchi moddalar ishlab chiqariladi. Bu organizm ichida kurash bo'layotgani, immun tizimi yot moddani tanib, unga qarshi ishlay boshlaganini bildiradi. Ko'pchilik hollarda bu xavfli emas. Quyidagi holatlar normal hisoblanadi. Qachonki tana harorati 37-38 daraja atrofida bo'lsa va bu jarayon 1 yoki 3 kun ichida o'tib ketsa, bosh og'rig'i, holsizlik, mushak og'rig'i ham kuzatilsa. Qachonki harorat 39 darajadan yuqori bo'lsa va u 3 kundan ko'p davom etsa, nafas olishda qiynalish, toshmalar, hushyorlik pasayishi kuzatilsa va har xil allergik reaksiya belgilari bo'lsa, siz tezda shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Shunday qilib, vaksinadan keyin tana harorati ko'tarilishi bu xavfli emas, balki tananing o'zini o'zi himoya qilayotganligini o'rganishning belgisidir. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.